Ozdiruvchi ukollarni olmay qo'yganimdan keyin yana semirib ketishi mumkinmi? Albatta mumkin, agarda siz ozdiruvchi ukollarni olayotgan paytingizda to'g'ri ovqatlanishni o'rganib olmasangiz. Bu sizga sehrli tayoqcha emas, bu sizga sehrli preparat emas. U faqat sizga trener, ya'ni o'rgatadi. Oldin qanaqa ovqat yegansiz, hozir qanaqa ovqat yeyapsiz. Agar ozdiruvchi ukollar qilinayotgan paytda yeyishingiz kamaygan bo'lsa, oshqozon kichraygan bo'lsa, demak keyinchalik ham agar siz kam ovqat yesangiz, semirib ketmaysiz. Ozdiruvchi ukol olayotganda dieta qilish shartmi? Albatta shart. Ozdiruvchi ukol qilayotganda ham agar siz yog'li ovqat yeydigan bo'lsangiz, shirin ovqat yeydigan bo'lsangiz, hech qanaqasiga ozmaysiz. Bu ukollarni birdaniga katta dozda olish mumkinmi? Yo'q, albatta. Agarda siz katta dozada tezroq ozaman deb katta doza qilsangiz, unda sizda o'tkir pankreatit holati yoki o'tqopdagi o'zgarish yoki holatingizda oqsilli yetishmovchiligi hisobiga holsizlik kelib chiqib, mazangiz bo'lmay qolishi mumkin. Ozdiruvchi ukollar yurak qon tomirlarini himoya qiladimi? Albatta. Ozdiruvchi ukollar arterial qon bosimini tushishiga, xolesterinlarning kamayishiga yordam berganligi sababli yurak qon tomirlarini himoya qiladi. Bu ukollarni olayotganda shirin napitklar ichish mumkinmi? Yo'q, albatta. Iste'mol qilinayotgan mahsulotlarni chaynab yeyishingiz mumkin va siz uni mazasini tushunasiz. Lekin eng yomon narsa bu shirin ichimliklar. Siz uni ozgina mazasini sezgan holatda ko'p miqdorda, ko'p kaloriy, ko'p shirinlik ichib qo'yishingiz mumkin va bu eng katta zarar. Nafaqat ozdiruvchi ukollar paytida, boshqa payt ham hech qanaqa shirin ichimliklarni ichish mumkin emas. U suvni o'rnini bosmaydi. Kofe-chi? Kofe, shirin choy, asal choy, novvot choy, kapuchino, shirin qo'shilgan hamma ichimliklar shirin ichimliklarga kiradi va ularni ichish mumkin emas. Bu preparatlarni olayotganda обязательно sportga borish shartmi? Agarda sharoitingiz to'g'ri kelsa, albatta sport mashg'ulotlarini qo'shgan yaxshi, lekin agarda sizda mumkin emas holatlar bor bo'lsa, unda kuniga 1 soat, 2 soat, 10 ming qadamgacha yursangiz, sizni organizmingizda metabolik obmen tezlashishiga yordam beradi va siz ko'proq ozishingizga, eng asosiysi esa siz shu hayot tarziga o'rganishingizga sabab bo'ladi. Keyin dorilarni to'xtatganingizdan keyin semirib ketmaysiz. Bu ukollarni olayotgandan keyin homilador bo'lib qolish mumkinmi? Albatta bu preparatlarni qabul qilayotganda tuxumdonlarning funksiyasi yaxshilanganligi hisobiga homilador bo'lib qolish mumkin va bu bola uchun hech qanaqa zarar emas. Homiladorlarga olish mumkinmi? Yo'q, albatta. Homilador va emzikli insonlarga bu preparatlarni olish mumkin emas. Ozdiruvchi ukol olayotganda o'zi qancha miqdorda suv ichish kerak? Har kuni 2 yoki 3 litrgacha suv ichish kerak. Ozdiruvchi ukol olayotganda esa uni miqdorini yanada ko'proq ichgan yaxshi. Agarda sizda ham ozdiruvchi ukollar olayotganingizda birorta savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyaga yozishni unutmang. Savollaringizga javob beramiz va bu videoni hamma ozayotganlarga yuborib qo'ysangiz, nafaqat ozdiruvchi ukol olayotgan, balki oddiy ozmoqchi bo'layotgan odamlarga ham bu maslahatlar foydali bo'ladi.